آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Abirsolanın mikrofonu çıkaptı. Bugün emmemizge ma'lum Kur'an sürelerining yangi bir suresi, Sure Nisa suresini başlaymiz. Bu sure Medine'de nazil bo'lgan 176 oyatdan tarkib topgan ve Kur'an-ı Kerim'nin hozirgi mushafdagi tertibi bilan 4-sure hisoblanadi. Sure bir qism insoniyat dunyosidagi krizislarni va krizislardan kelib chiqqan krizislarni hal qilish maqsadida nazil bo'lgan suralardandir. Masalan, ibtidoiy jamiyatda bo'libmi Qur'oni Karim nazil bo'lgan arab jamiyatida arab xalqining doim birsi bilan to'xtovsiz urushlarda, to'xtovsiz odam o'ldirish, kuchliklar ojizlarni bo'zaq qilish, birsiga tajovuz qilish, besvelish, mush xarakterga ega ahvollar tufaylidan bularning jamiyatida tulxotun, yetim o'g'il va yetim qizlarning ko'p bo'lganligi bu mavzuda shu arab jamiyatidagi insonlarning o'z vaqtidagi holatida birsiga bo'lgan atkichiligi, buyantovligi tufaylidan o'zlarining qizlarini o'ldirib borgan, tirik ko'mirdigan mana shunday bir holatda turayotgan insonlar ustida nazil bo'lgan sura bo'lg'achqa shularning ichidagi yetimlar haqqi, tulxotinlar haqqi, qizlar haqqi, ayollar haqqi qatorliq mushu mavzuda va shundaqla ayollarga beriladigan miros, faraiz deydi buni bizning shariy tilimizda istilohda. Ayollarga miros beriladigan miros haqqi to'g'ridagi mushu kirislarni bir qatim hal qilish maqsadida nazil bo'lgan sura bo'lib, dal bu sura ana shu mazmunlardan so'z ochadi. Estağfirullah, Rahman Rahim bo'lgan Alloh subhanahu va taolaning ismi bilan boshlayman. Ya eyyuhan nasu taqu rabbakumulladzi xalaqakum min nafsin wahida va xalaqa minha zawjaha va batha minhuma rijalan katiran va nisaa. Vattaqullahallazi tasaaluna bihi val arham. İnnallaha kana alaykum raqiba. Ey insanlık. Ya eyyuhannas, ey insaniyet dünyası. İttaqu rabbakum. Sizlarning Rabbinglarning oldidagi mas'uliyatingni ado qilinglar. Taqvolik degan mas'uliyatni ado qilish deganning o'zi ekanligini, shu ma'noga ega ekanligini uqtirgan oyat bu meni. Agar taqvolik faqat mu'min musulmonlarga nisbatan shaxsiy ibodatlari, zikr tasbihlari bo'ladigan ish bo'lsa edi, mu'minlardan tashqari bo'lgan insonlarning o'ziga ittaqo demasdi Alloh taolo. Taqvolik faqat mu'min muvahhidlarga nisbat berilgan bir faoliyat harakat bo'lgan bo'lsa. Demak, taqvolik bir insonning ko'p ibodat qilishi yoki oz ibodat qilishi deb shakli badaniy ibodatlarga qaramasdan, tortilmasdan bir insonning ichki tunug'i dunyosidagi Allah oldidagi va koinot oldidagi bo'lgan his tuyg'usini belgilaydigan bir ibodat bo'lg'achqa, Alloh mana ya ayyuhan nasu taqu, taqvolik qilinglar degan narsani insoniyatga xitob qilib dedi. Ey insonlar, sizlarning Rabbingizning oldidagi mas'uliyatingizni ado qilinglarki, u sizlarni yaratdi. Bir nafsidan yaratdi va u nafsidan ening juftini yaratdi. Ve o işkeylendiğin köpligen er ve ayallarını yaratkan Allah subhanahu ve ta'aladın eyminanla, tekvadarlık kılınla, onun aldığındaki mesuliyetini ada kılınla. Bir de hemmimizge ma'lum min nefsi vahide degen bir kelime geldi. Bunun maksat Adem aleyhissalatu vesselam ve halaka minha zevceha dikenin nefsi vahide'den onun zevcisini yarattı degeni Havva aleyhissalatu vesselam deydi köpünçe müfessirler. Del bu Tevrat'ta ve Tevrat'ın şerisi bo'lgan Talmud degan kitaplarda ham Yahudi Nasaralar tarafinden aynı o'xshash tushuntirilgan ve yozilgan ma'lumotlarning biri. Allah subhanahu wa ta'ala şunu eslatadi ki aynı vaqtda ey insonlik, meyli Yahudi bo'lin, meyli Nasara bo'lin, meyli o millet, meyli bu millet bo'lin, sizin kelib chiqish manbasiniz bir. Adem ata, Havva anadan tug'ilgan insonlar siz. Unda bo'lganligi uchun Rabbingizning oldidagi, insonlikning oldidagi mas'uliyatini ado qiling deydi. Onun için bir yerde yeni müfessirlerden Şeyh Muhammed Reşid Riza Tefsirul Manar'da ve
o'zining ustozi Shayx Muhammad Abdudin ba'zi fikrlarni elish orqali bu yerda Alloh subhanahu va taolo Hazreti Adem bilan Havvoni zikr qilgan bo'lishi mumkin, ammo bu yerda Alloh taolo butun o'zlik insoniyatga xitob qilib, insoniyatning kelib chiqish manbasining bir ekanligi, yaratquchisining bir ekanligi, shu orqali Hazreti Alining deganidek insonlar insonlikda eşdir, müminlikte qarindoshdir. Agar mu'min bo'lsa, ikki mas'uliyati va biri insonlik mas'uliyati, ikkinchisi iymonli islomiy qarindoshlik mas'uliyati. Agar u tepilmasa, insonlikda esh. Esh degan nima? Turkcha esh deb qo'ydi birisining ayollarini. Bizdan bu u esh. İş tushmabdi deydi. Masalan, hayvanotlar tug'sa, tug'ilgan chaqda hemrini deydi buni. Hemra degan gap esh degan. Va ayollar tuqqan chaqdami esh deyiladi. Hemri degan gap. Bizda bu dedi. Yani demek Hazreti Ali shunda dedi ki, insaniyet dünyası insonlikda esh, iman İslamda qarindosh dedi. Shuni bu yerdeki Allah Taala'nın ya Yuhannas taqu deb başlaşı fakat insonlikning manbasining bir ekanligini uqtirdi dedi Allahu Teala alam. Şunun bilan birga Allah subhanahu va taolo bu yerda ya Yuhannas taqu rabbakumulladhi deb insonlik xitob qilib ya Yuhannas deyishi kelgisida keldigan oyatlarda ayollarning haq-huquqi. Bu ayet nazil bo'lgan chaqda ayollar qizlar tirik ko'miladigan, ayollarni insonlar qatorida ko'maydigan, ayollarni xolagancha depsanda qiladigan, ayollarni faqat eningdan manfaatlanadigan bir qo'choq kabi yoki manfaatlanadigan bir narsa kabi qaraydigan mushunday bir jamiyat bo'lganligi uchun ey insonlar deb xitob qilish Alloh taolaning siz mushunday bir problem yaşayatsız, men bayon qilmoqchi bo'lgan narsa shunday bir problem, mushkulchilikning oldini olish xarakteriga bir ta'limotni bermoqchiman. Uning uchun siz ayollarni insonlik sifatida muomala qilib qalbingizga shuni o'rlashtiringki, kelgusida sizga xitob qilingan oyatlarni siz to'g'ri tushuna olasiz degan ishorat qilib Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhannas taqu ey insonlar deb başladı. Vettekullahellezî tesâelûne bihi vel erham ve şundak bir zatqa taqvodorlik qilinglar ki sizlar u zatning ismi bilan bir narsa so'raysizlar. Alloh taolo bu yerda ey insonlik deb bo'lib bunda degini shu o'z vaqtidagi mush Qur'on xitob qilgan Makka mushriklarning o'z aralarida bir narsa so'rsa Allohning nomi bilan so'raydiganligidan iborat bir haqiqatni bayon qiladi. Ular Allohsiz emasdi, ammo ko'p Allohlikdi. Alloh bo'lgan fikrlari, tasavvuri, zihniyati har xil edi. Ba'zilari osmon ilohi boshqa desa, ba'zilari zamin ilohi boshqa. Ba'zilari dengiz ilohi boshqa desa, ba'zilari shamol ilohi boshqa. Shuningga o'xshagan Allohni yo'q demaydi. O'xshash bo'lmagan atalmış tangirlarga, ilohlarga ibodat qiladi va birsidan bir narsa so'rgan chaqda yani şu Allah namıdın, ilahlar namıdın suraytı bula. Şunun için devadır Allah Teala. Dep bulab vel erham ve sile erhamlarga, akrabalarınlarga mihribanlık kılış tigişlik insanlığa nispeten Allah subhanahu ve Teala'nın aldı qanda qılınlar, takvadarlık qılınlar deydi. Erham degen nima degende erham? Rahim. Rahmanın cemisi erham. Rahim. Rahmetten müştak. Rahim hemimizge ma'lum insonlik dunyosinin anısı bo'lgan ayollarning buvaqlari homildor chaqda yotadigan o'rinlarining o'zini rahim deydi. Nima degan gap bu deganda Rahmanir Rahim bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning rahmat tajallisining bir jismga tajalli qilgan bir jismda ifodalangan bir ifodasi degan gap. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning deganidek ar-rahima wajnatun minar rahman. Analarning rahmi Rahman Taala va taqaddasdan bo'lgan bir shoxcha, bir bog', bir daraxt, bir tomcha. Uning uchun bo'lish kerakki Alloh subhanahu va taolo har bir suraning beshida Rahman Rahim bilan boshlashimiz va biz har kuni ibodatlarimizda Alhamdulillahi Rabbil alamin ar-Rahmanir Rahim deyish orqali boshlashimiz bir mu'min musulmonga nisbatan, umuman insonga nisbatan shafqat va marhamatning, mehribonlikning uningdan voz kechsa bo'lmaydigan bir adab, axloq, bir fitrat ekanligini Alloh subhanahu va taolo uqtirdi. Mana deydiki, "Vel arham innalloha kana alaykum raqiba." Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo sizlarga nisbatan doim ko'z tutuvchi zot deydi. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo innalloha kana alaykum raqiba deyish orqali o'zining insoniyatning barliq harakatlarini ko'z tutganligidan iborat bir jumladan bu oyatni tamomladi desa, bu
Çünkü manidordir ki bir insanın Allah subhanahu ve ta'ala'nın aldığındaki mesuliyetini ada kılışı ve merhamet kılıç deyişlik eşyalara merhamet kılışka uğrunuşunun üzü Allah üstümde beni küstüp durdu. Allah benim söz hareketimni bölüp durdu degan his duygu olmasa yukarıdaki işler onun da mevcut olmaydı. Onda oğallık için Allah Teala yanılan insaniyet dünyasına meni bu tuygunu bəse insaniyet dünyasındaki Allah'tan aldığındaki mesuliyeti ve mihri şefkatli muhtaç oğallığa nispeten mihri şefkat kılış karakterindeki faaliyetinin muş tuygudan kilip çıkardığını Allah subhanahu wa ta'ala yani bir kıtın insaniyetke tanımakta. Ve devam kılmakta ki ve atul yetama amwalahum ve la tetebeddelu habite bit tayyib ve la te'kulu amwalahum ila amwalikum innehu kana huben kebira. Ey insanlar, sizler yetimlerge olanın mallarını veringlar ve yetimlerinin mallarını yiyişten ibaret habise naçarlıkını pak narsalarga yengishlamanglar. Demek yukarıda surenin mukaddimesinde degendek bu sure nazil bo'lgan chaqdagi insonlarning bular Medine devrida Medine'deki insanların Avs Hazraj kabilesi olsun veya bo'lmasa Avs Hazraj kabilesi olan uyadagi bir qancha Yahudi kabileleri olsun ularning o'rtasidagi to'xtovsiz urushlarda yetim qolgan qiz o'g'illarning mollarini ular egolab yetimlarga egolish emas mollarga egolish maqsadida ularga egoldiganligi ve ularning mollarini bermaydiganligi shuning bilan birga özlerinin naçar mallarını ulağa koyuş arkalık, ulağının yaxşı mallarını tegiştiriydiğallığından ibaret bir xil faaliyetke Allah ahlaki naçarlıkka Allah reddiye bir atıdır. Demek şunda iş boğalık için. Bu ayet gerçi öz vaxtideki muşu naçar ahlaklık insanlığa nispeten nazil boğan bolsumu elbette bunun hükmü ta kıyamet kadar umumdur. Bugün gündü mesela insanların içinde muşundak ahvallar mevcut mu mevcut emas mı degende mevcut. Biz bunu bu yerini nima bilan saqaytimiz, nima bilan taqimiz degende dal mana shu iman itiqad bilan Qur'oniy bir axloq bilan saqaytimiz. İnsaniyet dunyosidagi bunday bir krizlarning saqchi bilan, turmu bilan, jazo bilan mı albatta ki bu bir yo'l. Lekin asli maqsad, asli g'oya en yadroluk ahvolning insaniyet dünyasının imanini İçki dünyasını, vicdanını urgutadigan mana shunday ilahi talimatlar arqılık bo'lmasa bo'lmaydiganligini Allah subhanahu wa ta'ala burada işaret qilmoqda. Ve la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Ve sizlar ularning mallarını sizlarning mallaringiz bilan qo'shib yemanglar. Innehu kana huban kabira. Albatta unda qilish hakikaten büyük bir günahdır. Yetimlerning mallarını, belellerini elip naçaralarını yetiminin deyiş ve ulanın mallarını özlerinin malları olan koşup yiyişinin özü en büyük günah dedi. Ve in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lekum minen nisa'i mathna ve thulatha ve ruba. Fe in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Ey insanlar, eğer sizler yetimler doğrusunda adil bulanmaslarından korksanlar bulup mu yetimlerinin oğalları olsa o çoğun oğandikin işq selip onundan paylandıgan işler mevcut idi. Lekin kızlar boğan bolsa o kızlarınki latafetinden ve onların fiziki ahvalıdan paylanışı arkalık onlara nispeten bir adem dep qaramaydigan. Xalıganç taşlap, xalıganç harlaydigan, zarlaydigan mana şunday ahval tarixten bu yan insaniyetning cinayeti bu. İnsaniyet dünyasida bolaglık hem muş ayet nazil boğan çağıldım bulağlık. Şunda boğanlık için Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki bulup mu Araplar dünyasıda sizler yetimler doğrusunda adil bulanmaslıqınızdan korksanlar onu Allah sizlerge pakiz kıpegen müddette nikahlap elinler ayalladın. Mesna 2 bolsun, 3 bolsun, 4 bolsun muşnak asanlıço buludu nikahlap elinler dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Hem bu ayet nazil boğandan başlap ta hazır kadar mümin Müslümanlar dünyasıda bulup mu ayallar dünyasıda ulanın içki dünyasıda davalgış elip bağan ayetlerinin biri. Düşünüşkilam emas, amel qilishqa qiyin bulavatkan, ulanı bir koçu sıkıştırıvatkan ayetlerinin biri. Endi biz ayetning hazırki halatimizga emas 21. asrdagi davrimizga emas, ayet nazil bo'lgan vaqtdagi davrlarning tarixiy
ko'rinishi. Amaliy reallikqa qaraydigan bo'lsak, bu oyat kimga nozil bo'lgan desa, shu vaqtdagi insonlardagi ko'p xotinlik bo'lish xarakteriga ega bir krizisning oldini olish uchun nozil bo'lgan oyatlar. Shu aniqki, insonlarning istiki bir xotinni 2 qilish, 2 xotinni 4 qilish, 4 xotinni 8 qilish maqsadida emas, balki ularning qo'l ostida elib olgan, monopol qilib olgan ko'p xotinlik ko'plagan ayollarni ko'plikni ozga ekkilish kerak bo'lsa oyatning oxirida deyiladi, birga ekkilish maqsadida bu krizisni tedrijiy bir şekilde hal qilgan oyatlardan sanaladi. Masalan, o'z vaqtida bu oyat nozil bo'lgan vaqtning o'zida ularning 4 emas, 5, 10, 15, 19 xotinlar bo'lgan edi. Hattoki u bularning urushdan qolgan, asragan cho'rlardan mustasno. Ularning cho'rillari jariya deydi masalan. Cho'rillarini hisobga olmaganda 10, 15, 19 mana shunday xotinlar bor edi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam bu oyat nozil bo'lgandan keyin hammasiga o'qigan va eningdan keyin ularga nisbatan eng cheki 4 qadar ep qilishni, qolganning hammasini talaq qilib o'tishni buyurgandan keyin, masalan, Toifining boshlig'i va shunga o'xshash buyuk insonlar o'zlarining 4 xotinni ep qilib, qolganning o'zini talaq qilib o'tgan edi. Undaqda bu oyatlarning asosiy maqsadi nima? Yadroliq maqsadi desa, 2 ni 4, 4 ni 8 qilish maqsad emas. Ya'ni tuvanni ustunga chiqarish maqsad emas, ozni ko'p qilish maqsad emas, ko'pni ozga tushirish. Eng oxirida kerak bo'lsa birga tushirishni maqsad qilgan oyatlardir. Xo'sh, nima uchun Alloh subhanahu va taolo bir dodlam ya 2 ni ya 3 ni yapamiz birlam oldimida deganda aziz qarindoshlar, uadagi bir krizis var. Uadagi bir muammo var. Bir ayolga nisbatan erdan ajrashib ketish, bir ayolga nisbatan eri uning talog'ini berib, talog'i hedishdan cho'ng bir ish yo'q. O o'limdanmi cho'ng ish ayollarga nisbatan, jamiyatga nisbatan, shu bir oilaga nisbatan. Masalan, Alloh subhanahu va taolo bir do'rlam birga kelgan bo'lsa, ya 2 ga kelgan bo'lsa, uada 10, 15, 19, 20 xotni va cho'rilari va odamlar hammasi bizdan bir talaq qilgan bo'lsa, Madina ko'chalari to'lxotin bilan yetim o'g'ilga to'shab ketmam deyadi. Krizisning ustiga krizis bo'ladi. Qur'oni Karim krizisning ustiga krizis emas, insoniyat dunyosidagi krizislarni hal qilish uchun dunyoga kelgandir. Payg'ambarlarimiz shu, barliq vahiylarimiz shu, oxirgi payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vasallam ham shu va Qur'oni Karim ham shu. Onun uchun Alloh subhanahu va taolo agar siz odillik qilolmasangiz, bizni 2 dan eling, 3 ni eling, 4 ni eling. Yana davomlashtirdi Alloh taolo. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan mana shu keldi. Agar siz 2 ga, 3 ga, 4 ga adil bo'lmasligingizdan qo'rqsangiz, birini eling. Bu yerdagi tankihu amrini ko'pincha o'zining ishiga keltirish uchun ba'zi insonlar buyruq deydi. Bu buyruq vacibni ifoda qilmaydi, mustahabni ifoda qiladi. Agar bu buyruq oldiga sho'q qolsa, 2 ni, 3 ni, 4 ni olmagan odam gunohkor olmanda, nima uchun mustahabni ifoda qiladi desa, oxirdagi oyat bor. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Sizlar bu ishni bajarishdanmi qo'rqsanglar, qanday qilinglar? Biri bilan kifoyalansanglar bo'ladi. Eng qisqa nuqtasi musha demakchi. Halbuki Alloh taolo sura Nisa yanasini keldigan o'qib kelamiz. وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ dedi. Meğer Allah adil bulanmagan bolsanız bizim diyen Allah, men okumakçı olan, hazır sizlere dep vermekçi olan ayeti dedi ki, ey insanlar, sizler ayallarının oturusunda kat'imu, velen, hergiz mu? لَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ayallarının arasında hergiz mu adil bulanmayızlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam mı, men emeli hareketlerimde, qo'limdan kelganimda adil, lekin qalbimga egolanmayman, buni Allohga topshiraman degan edi. Shu payg'ambar alayhisolatu vasallamdan so'ralgan chaqda, siz eng kimni yaxshi ko'rsiz desa, Oyishani degan. Ya erlardan-chi desa, Abuha degan. Oyishaning onasini degan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam, men qalbimga egolanmayman, ammo amaliy harakatlarimda, moddiy ahvollarda albatta ki adil bo'lashtirishman degan. Ammo bu oyatda Alloh taolo dediki, sizlar ayollarning orasida qat'iy adil bo'lolmaysizlar. Walau harastum. Qancha herisman bo'lsangiz sizlar.
Ama فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ. Ondaqtısıla onu erbamı gidise yoktek, yok mu gidise badek, asmı kozuk esip koyduğun manımındaq bir halette kullel meyl tamamen birisiga mayl olib ketadigan. İkinci birisini yoki üçüncü birisini onun ko'z qisib hech narsalarni ko'maydigan, ko'maslik soladigan, yuqori degandek asmı kozuk esip qoladigan, esip qo'yadigan bunda ishni qanday qilmanglar deydi oyatda. Unda bo'lganligi uchun bu ishga oyat bilan ikkisini bir yerga olib kelsak, fe in khiftum alla ta'dilu ayat adil olmaysiz dedi. Meyad adil olamsanız qanday qiling dedi. Fawahidatan bir bilan kifoyalaning dedi. Unda bo'lganligi uchun a fankihu degan emrini vujubut vacib ekanligidan mustahab ekanligiga elib keladigan dalil dal fawahidatan ve in khiftum alla ta'dilu fawahidatan degan shart. Endi sirt masalan her bir insonninki manevi durumu moddiy ahvoli o'xshamaydi. Bazı vaqtlarda ayolları tug'mas bo'ladigan, ya bo'lmasa kasal bo'ladigan ahvollar bo'ladi. Bunun bir tarafları Allah Taala yanlam bundaq bir kirishning oldini olish uchun ko'p ayollarga ruxsat qildi. Endi sirt mesela jang bo'ladi. Janglarda jangga chiqadigani erlar bo'ladi. Erlar ko'p o'ladi. Ayollar tul qoladi. Mana bu shunday bir holatda erlar bilan ayollarning tengpungsizligi kelib chiqadigan ish. Bu dunyoda bor ish bu. Masalan Rossiyada, Germaniyada 1-2 dunyo urushlari bo'lag'liq. Ve bundan burun Osmanlı'nın devletleri de hem bulağlık. Bir yüzde erden birisi, ya bo'lmasa bir qancha qilag'liq, qolgan hammasi ayol. Bunda şaroitda bunun oldini olish uchun Alloh subhanahu va taolo ham ne o'ngchil, ne so'lchil, ne ayollarga zarar, ne erlarga zarar olmasın uchun Alloh subhanahu va taolo ko'p xotinlikni mana mush maqsadda qanday qilgan, bayon qilgan. Ening ustiga ayollarning mana bu shunday tengpungsizligi Jang tüpeyleden, uruş tüpeyleden ayollar erlerden köp buluş karakteri ahval aslında muşunda tengpungsizlikta eğer ayollarning mı bir insanlık ihtiyacını kandırmaydigan çok kalsa ko'chaga chiqadigan, fahish qiladigan, zina qiladigan mana muşunda ahvallar kelib chiqadi. Şu şeytan nerede dese eri yok tulxotan çokalının yana deydigan gap bor. Onun oldini olish uchun Alloh subhanahu va taolo buni bayon qilgan. Eninde sırf bugün günde bazılar dedi ki bunun karşı çıkıdığanlar materyalist dedi ki vay İslam ayollarının hukukunu onda kıldı bunda kıldı o erkekliğini vermeydi dedi. Ama şundak diyen adamın karşısınız gayri resmi bir şekilde ömürde bir kança ayalın defsende kılganlar ki bir kança ayalından okşamagan yerde okşamagan derecede yatkanlarını görürsünüz. Halbuki ondak adamlarının İslam namıdın dininin bu hükmü namıdın yapılışken hiç kandak hakkı yok. Şunun bilan bir yana ayollarning so'lchilligi bu mavzuda. Ayollar erning ikinci bir ayol elishini, üçüncü bir ayol elishini mayli adil olsun, maddi ve manevi jihatdagi shart-sharoiti bo'lsin, xohlamaydi. Ammo eriga uqtirmasdan allaqanday g'ayr rasmiy haromiy ishlarni qilsa, o ko'zimada. Bu bir so'lchillik. Aw ma malakat aymanukum. Alloh subhanahu va taolo yana deydi ki, adillik qilamisanlar bir bilan kifoya qilinglar. Ya ki ma malakat aymanukum sizlarning qo'llaringni egogan dedekdandir bizning tilimizda setvelengan jariya dedeklar bilan kifoyalaninglar deydi. Bu mu bazı insanlar tarafından deydi ki mana emasmi jariya deydi, dedek deydi, nikah etmaydi deydi, qul qiladi deydi. Qulluq islomning keltirib chiqargan narsa emas, tarixdan buyon insonlik tarixida insoniyatning keltirib chiqargan narsa. Bu Kur'an nazil bo'lgan chaqda shu narsalar mavjud. Dedeklar mavjud, qul mavjud, ayollarni xohlaydigan ish mavjud, ayollarni miros vermaydigan ishlar mavjud. Bu oyat nazil bo'lgan chaqda u yerda qandaq bir inqiloblarning, qandaq bir bo'ronlarning, qandaq bir chaqinchaqlarning chiqib ketganligini o'ylasak bo'ladi. Nima deganda Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali tadrijiy bir shaklda qulluqning dedek aladigan, dedek satadigan bu işlerin oldini tedrici bir şekilde tüketiş maksidi kılgan iş bu. Qandaqdır İslam barlıq keltirgan narsa emas. Masalan qandaq bir dedekni bir inson nikohiga olsa, shuni bilan bir yerda bo'lsa, u dedekdan bir bola bo'lsa, mamalakat aymanukum degandek shu. Bola bo'lgandan keyin islomiy qoidada hamma mazhab buni ittifoq u ummul valad bo'ladi. Ummul valad degani bolaning onasi bo'ladi.
Balının anısı olğandan keyin o qulluq dedeklikten chiqdi shu yerda. Azat oldu degan gap. Uningdan sirt Alloh subhanahu va taolo nurg'un ayollar o'tirsidagi jinoyat olsun, haremda xato ketgan jinoyatlar olsun, nurg'un jinoyatlarning kafforatiga qul azat qilish, ayol dedeklarni azat qilishni Alloh subhanahu va taolo farz qilishi tadrijiy bir shaklda dedekchilik, joriyachilikdan iborat insonlar keltirib chiqargan kirsning oldini olish va buni tadrijiy bir shaklda tugutishdan iboratdir bu narsa. Yani tekrar desak, qulluq, dedekchilik, joriyachilik İslamның cinayeti emas, insaniyetning cinayetidir. İslamның mirası emas, insaniyetning mirasıdır ki, İslam tedrici bir şekilde bunun aldığını eliş, bunun bu kirisini tedrici bir şekilde yok düşmeksini de Allah subhanahu wa ta'ala bunu hem ulanın emini riyallıkıda boğallık için oturup koyup etti. Dep bulap Allah Teala dedi ki, "Zalike adna alla ta'ulu." Aşna kılışınla, birilen kifayenişinla. Ve ya ki bu misal, bir kulunu azat kılış maksidi qanday qilsanglar, uni bilan bir yerda bo'lgan bo'lsanglar, shuni bilan yetinsanglar, kifoya qilsanglar, shu sizlar uchun adil bo'lishingizga eng yaqin. Moddiy va ma'naviy jihatda kambag'al bo'lib qolmasligingiz uchun, qo'linglar qisqa bo'lib qolmasligingiz uchun eng yaqin. Ta'ulu, ayol, oila, buningdan mushtaq. Uning uchun zalika adna alla ta'ulu, sizlarning qo'linglarning qisqa bo'lib qolmasligi, qo'lingni qisqa bo'lgandan keyin adil bo'lanmasliginglarning oldini olib borganingga eng yaxshi tadbir mana shu. Uning uchun bir bilan kifoyalaninglar deydi Alloh subhanahu va taolo. Deb bo'lib, va atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Ey insonlar, sizlar o ayollarga, o ayollarning mehrlarini bir ata shaklida beringlar. Sizlar men ata shaklida beringlar degani Alloh subhanahu va taolo sana manch pul xajladim, xolisam olaman, xolisam sotaman, xolisam taloq qilaman. Erdigen ayalının hocisi halıgını kılalaydı dep onu depsendi kılış hakkın yok. Ayet şunu demekçi. Sadaqatihinna nihla. Ulağı bəgən nəsini ulanın xuddi, ulanın bədini siləgə, halaldək, xalsanını setib xalığanda, əsir qılıb işletidigandək bunda görməy, bunu ata süpseti qanda qılanlar, birinlar. Allah Teala bir insanın insani bir əxlaq çaqıratıdır. فَاِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنُهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًا مَرِيًا. Mana qaranlar, əgər o ayalla sizlərə nisbətən o silbəgən atadın mehirlərdən keçkin bolsa, pakiz qılıb bəgən bolsa, فَكُلُوهُ هَنِيًا مَرِيًا. Siz onu sınışdık yanlar. Kur'an-ı Kerim'nin Kur'ani tempunluğu, İslam'ın ahlaki tempunluğu, insani tempunluğu görünüp duruptu. Silimi güzelce birinler. Eğer ayal tarafından bu köp bulup gitip kaptı veya bulmasa bana muş kifaya edip sizlerge belge mehirlerden vazgeçiş arkalık bezellerini sizlerge kaytırıp verse o sizler için halal, onu iyi sağlam olur dedi. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Ey insanlık! Sizlerinin mallarını aklı yetişmegen insanlara vermenler. Yetimlerden bas kılgan o. Şu yetimlerin demekçi. اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا. Sizlerinin mallarını o aklı yetişmegen nadan bilimsizlerge vermenli ki veya da Allah Teala veya da supahanı işiltişi yetim miskinlerini pes görüş yaki akır görüş maksidi demeyatıdır. Ulanın akılları yetişmeyenlik için Allah Subhanahu wa Ta'ala bu ibaret suratıdır. Silahının melağını beğenmenliği ki Allah Teala silah için o malını, silahının hayatını berpa kılıdığan, silahını ayak tutuduğan bir nas kıldı. Verzukuhum, ulağı rızkı verinler o malda. Veksuhum, ulağını kiyindirinler. Ve kulu lehum kavlen ma'rufa. Ve ulağa men kiyindirdim, sana rızkı verdim, kustuğunu toygazdım, uçağını yögedim deyip de kopallık kılmazdan yanılan nekulu lehum kavlen ma'rufa. Ulağı güzel muamele kılanlar. Yaxşı muamele kılanlar. Üzenler, hareketinler yaxşı bolğandek sözünglar mı qanday olsun? Ulağı yaxşı olsun. İnsanilikten çıkıp ketmesin. Ve betelul yetama hatta ira belagun nikah. Sizler yetimlerini küzdünler. Sınap durunlar hatta ula nikah yetkini de. Nikah yetkisilik deydi. Nikah yetkisilik degini yani balagat yetkini kadar qanday qılanlar ularni kütüp durunlar. Fe in anestum minhum rushdan agar sizlar ulardan bir to'g'ri yo'lga,
to'g'ri yo'lga o'zining iqtisodini, o'zini kontrol qila oladigan, iqtisodini kontrol qila oladigan bir rushdi hidoyatni ko'rsanglar, fadfa'u ilayhim amwalahum, ularning mollarini ular qanday qilinglar? Chiroyliqcha beringlar. Va la ta'kuluha israfan va bidaran ay yakbaru. Bu oyatlarning o'zi tafsiri uch qo'g'onlik uchun tafsiriga muhtoj emas. Va la ta'kuluha israfan va bidaran ay yakbaru. Va sizlar ularning mollarini buzib chechib yevanmanglar. Va bidaran ay yakbaru. Va aldirab tinib yevanmanglar. Shuki cho'ng o'g'aylar ular. Bu cho'ng'olab qolsa men buni yemayman, hejyemayman debla. Uni cho'ng'olab ketkichi bo'lsa yeb olay, ichib olay desanglar, umi bo'lmaydi. Unda nima qilmanglar? Va man kana ganiyan falyasta'fif. Kimki bundan behojat bo'lsa, ya'ni boy bo'lsa, pitini saqlasin, yetimdan mayliga hech kelmasin. Va man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kimki faqir bo'lsa, muhtoj bo'lsa, ma'ruf bilan yesa bo'ldi. Masalan, qanday bu? Yetimdan mayli muhtoj bo'lsang, yesang bo'ladi deb yeyolsang olmaydi. Yetimning qilib qolgan yeri bor ekan, yoki bo'lmasa puli bor ekan, u yetim kichik bo'lganligi uchun uni tijorat qilib büyütolmaydi ekan, yo yerini terolmaydi ekan. Bunda sharoitda sen o'zing unga muhtoj bo'lsang, chiroyli uning beshini silab, yerlarini terib, sug'urib, bir qismini o'zingni yeb, bir qismini unga arib, puli olgan bo'lsa tijorat qilish orqali Allohning ustini qo'yib, tijoratdan olgan foydani o'zing muhtoj bo'lganligi uchun yeb, uning bir qismini bersang, bu gunoh yo'q dedi. Yetimning meliga yaqin kelma degan deb shuni bilan uning yer qolgan bo'lsa, qaqas cho'lga aylanib ketib qolgan bo'lsa, qaqas cho'lga aylanib ketadigan puli qolgan bo'lsa, uning puli zoya bo'lib ketadigan bunday ishni qilsang, yetimga xizmat qilgan bo'lmaysan dedi. Qarang bu islomning mo'tadilligini, islomning insonparvar ekanligini, islomning insonning ujuv-bujurlarini tortib o'ylaydiganligini. Fa'ida dafa'tum ilayhim amwalahum fa'ashhidu alayhim. Endi sizlar yetimlar cho'ng bo'libdi. O'zining ahvolini o'zi qila oladi ekan. Bunday chaqda ularning mollarini bergan vaqtingizda fa'ashhidu alayhim, ularga bir shohid tutinglar. Balani yetimning melda boy bo'lgan, pistani yetimning melda boy bo'lgan deb sizlarga keyin tuhmat kelib qolmasin. Qara so'kilib qolmasin uchun yetimlarning meliga ego bo'lib odamni ego'gandan keyin u cho'ng bo'libdi. Cho'ng bo'lgandan keyin uni topshirib berdigan vaqtimizda juda aqsoqollardan bo'lamdi, imomlardan bo'lamdi, qarindoshlardan bo'lamdi, bir qancha kishini shohid qilib, endi keyin qanday qilinglar? Beringlar deb bo'lib va kafa billahi hasiba. Zaten oxirat kelgan chaqda Alloh hisob oladi. Alloh hisobiga yetarlik. Ammo dunyoda inson bilan yashaydigan bo'lganligi uchun bu narsalar qanday qilinglar? Diqqat qiling. Lirijali nasibun mimma iktasabu للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Endi erlar uchun ota-onalar qilib qolgan narsadan bir nasib bor. Ayollar uchunmi ota-onalardan qilib qolgan narsalar uchun bir nasib bor. Mana demak, bu oyat o'z vaqtidagi jaholat davridagi ayollarga miras berilmaydi vaqtda. Ayollarga miras berilmaydigan bir jamiyatda Muhammad alayhissalatu vasallamning og'zidan erlarning haqqi va bu mirasdan ayollarning haqqi va deganni o'ylaganimizda, endan keyin oyatning g'oya maqsadlarini va bugungi ayollarga nima uchun erlarning yerim mirasini berdi deganlarga nisbatan javob beradigan bir ahvol bizda bo'ladi. Agar u tarixiy ahvol ko'rinishni tushunmaganimizda gangrab qolamiz. Bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın insaniyet dünyasında büyük karakterli bir inqilabıydı bu Kur'an-ı Kerim'den. Ayallara miras veriş. Öz vaxtında emas, ayallarning bugungi kunda biz biz tunayotgan ayallar huquqi 100 yil olmadi tekin. Fransiyada, Angliyada, Moskvada, shunga o'xshash nurg'un davlatlarda ayallarning inson ekanligini talash-tartib qilgan masalalar mavjud. Buni hayvon deymizmi, odam deymizmi deganlar mavjud. Halbuki undan sug'urib chiqib islom ularga erlarga qanday nasib berilgan bo'lsa, ayollarga shunday nasib berildi deyishi bu ajoyib bir inqilobiy harakat. Mimma qalla minhu aw kathur, az bo'lsin, ko'p bo'lsin, ota-onasidan nima qolgan bo'lsa bir nasibisi bo'ladi. Nasiban mafruda, bu Alloh taolo tarafidan farz qilingan bir nasiba dedi. Va idha hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Har qachon bu ota-onadan qolgan miras taqsim bo'lgan vaqtning o'zida qismatga hozir bo'lsa, ulul qurba, yaqin egillari, sizlarning yaqinlaringlar, val yatama, yetimlar,
ve miskinler hazır olan bolsa bulağın birinler. Ferzukuhum minhu. O maldan ulağım kandak kılınlar birinler. Ve kulu lahum kavlen ma'rufa. Meh deplam dokuzlutup vermezsin. Güzelini alaytıp durup ya ki olmasa dokuzlutup durup. Güzel muamele kılınlar. Güzel sözlerden birinler. Ve de insanlar ölüp ketkendiği için malını terk etken bolsa uruk tuqqanları ve yakınlarına bir iş tüyendeki ayetlerde kançlık bir dıgallığı sözlenir o. Bir işinin muhim ikenligi. O taksimat meydanlarına bazı yetimler, bazı miskinler, hacetmen insanlar kep kalgan takdirdi mi? Gerçi ölüp ketken meyitinin uruk tuqqunu bulmagan takdirdi mi? Şurağın bir küz hakkı bir işinin muhim ikenligini Allah subhanahu wa ta'ala uqtirib atadi. Qarang bu insani muamelege. Mana sen bilen nimişin var sen bir bu adamdan balısı olmasan ya uruk tuqqaldır olmasan ya bu adam bilen bir qarangıda qatıq içmesen sana nimiş qilib berman demanlar dedi. Vel yaxshallazina law taraku min khalfihim zurriyatan du'afan khafu alayhim falyattaqullaha vel yaqulu qawlan sadida. Qo'rqsin. Bu ishga ega bo'lgan insonlar agar terk etgan bo'lsa, o'zining orqasidan bir ojiz avlodlarni terk etgan bo'lsa, qo'rqaydiki ularga. Ya'ni ojiz avlodni terk etgan kelgusida nima bo'ladi bu bolalarında qo'rqaydi-ku. Mushundaq bir avlodlarni terk etgan bo'lsa, u mirosga ega bo'ladigan varislar bundan qo'rqsin. Falyattaqullah. Allah oldidagi mas'uliyatni ado qilsin. Vel yaqulu qawlan sadida. To'g'risini desin. Masalan, bu ayet nima demoqchi deganda, bir odam o'lib ketibdi. Ammo bir bolalar bor ekan, u bolalar ojizkan. U ota-onasidan birmi qolganligini bilmaydi ekan. Qanchalik qolganligini bilmaydi ekan. Bunda sharoitda buniga ega bo'lgan varislar Allohdan qo'rqanlar qanchalik qolgan bo'lsa shuni to'g'risini danglar va qulahum qawlan sadida. Meyyitdan qolgan narsalarni yushirib, ko'p bo'lsa oz qilib, bunda qilsanglar ojizsiz, bunda qilsanglar bo'lmaydi dedi. Deb bo'lib Alloh taolo mana resmi tamg'uni urdiki, innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran va sayaslawna sa'ira. Hakikaten bir insanlar ki yetimnin mallarını zulmen yedi. Ma zulmen yedi degeni başta ve men kana fakiran felyakul bil ma'ruf degen işaret. Yani haksız yer yedi. Degende haqliq bo'lsa, muhtoj bo'lsa, yuqoridagidek bir sharoit bo'lib qolsa, uni egolash maqsadi yüzümü yeb, taraqqiy qildosi bo'ladi degan ishorat. Zulmen degeni. Shuni sharilar dedi. Innama ya'kuluna fi butunihim naran. Bular faqat o'zlarining qo'saqlarida o'tni yeydi va sayastavna sa'ira davzaq kirdi dedi. Mana bu kadar yetimlarning, ayollarning huquqlari to'g'risida so'z dedi. Endi Alloh subhanahu va taolo rasmiy faraiz bo'lgan vasiyat to'g'risida so'z ochdi tuvandagi oyatda. Bo'ladi, unda siz bugungi darsimiz bu yerda oyoqlashsin.